Ben gapni kesib aytaman. Hozir bu lager taqilib bo'ldi amaliyotda. Mayli sizlar ishoninglar. O lager taqilib bo'ldi. Hozir o lager taqilib haqiqiy ismi jismiga loyiq o'zgartish sinifiga aylanib ketdi. Sho'shiban. Shularning gapi shuning aylanib bo'ldi u. Chunki u maqsadga ular o'ylagan o'zi ko'zga nishon yetib bo'ldi ular. Amdiksi u haqiqiy ras sho'shiban u. Amdi kirsanglar u bronka balkim u bronka akvallari, bronka siyaqlarida o'zgarish bo'lib ketganligi bo'lishi mumkin. Haqiqiy hamda maktabga o'qitib yasab, uni sirlab, pardazlab, kameralarni azaytib, ras o'qiydigan, raslarning turmushi ko'ngil bo'lgan shunda bir narsaga aylanib bo'ldi hamda. Ammo uni taqqandan keyin sizlar o'ylab qo'yinglar yana biz uchun hamda to'g'ri, muhim. Hammada muhim. Qarindoshlarimiz muhim. Men ular uchun tash yutadigan gapni qilmadim bu yerda. Ular uchun ayt muhim. Lekin men da'vatman qo'yamda. Bu kalla odamga o'ylash kerak. Biz hukumatniki, Amerika hukumatininki biz